Assalomu alaykum, mening hurmatli obunachilarim. Bugun biz sizlar bilan 5-sinf matematika 2-qism kitobidagi vertikal burchaklar mavzusidagi 97-betni birgalikda o'tamiz va videodarsligimizni boshlaymiz. 4-sidan boshlaymiz, chunki 3-si yechilgan ekan. 4-si P, Q va R, S to'g'ri chiziqlar A, B va C ni toping. Bu A, bu B, bu esa C. A ni topamiz. A va 28 vertikal burchaklar, ya'ni ularga teng. Ya'ni A'miz 28 ga teng bo'ladi. A'miz 28 ga teng. Chunki bu yerda vertikal burchak, B esa 78 gradusga teng. B va 78 gradus ham vertikal burchaklar, demak ular B teng 78 gradusga teng bo'ladi. Keyin endi C'siga o'tamiz. To'g'ri chiziqda hosil bo'lgan burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Va biz bu yerda yozamiz. A ga C ni qo'shsak 180 gradus, ya'ni A ga C ni qo'shsak deganda bir aylanamiz bor va u 360 gradusga teng. Ya'ni sizga mana shu yerda chizib ko'rsatishim mumkin shunchaki qalam bilan. Mana shunday aylana deb olaylik. Mana bunday bo'ladi. Bu tomon 90 gradus, bu tomoni ham 90 gradus bo'ladi. Hamma tomoni bu tomoni ham 90 gradus, bu tomoni ham 90 gradus bo'ladi. Xo'p, buni A, B, C, D deb olaylik. Bu bunday aylanganda biz qo'shib ketamiz, ya'ni C gacha necha? 90 gradus, 90 gradus, 180 gradusga kelganda bu C burchakka to'g'ri kelyapti. Agar D burchakgacha mana shu yergacha kelsa, bu 270 gradus bo'ladi. 270 bo'ladi. Mana bu yerdan yozib qo'yaman. 270 180 gradus bo'ladi. Va bu tomoni 360 gradus bo'ladi. Bu tomon 90 gradus bo'ladi. 90 gradus. Mana bu tomondan bu tomonga qarab harakatlanganda yana 90 gradus, ya'ni 180 gradus harakatlangan bo'ladi. Mana bu C nuqtani chizig'iga yetib keldi. A dan toki mana A mana shu yerdan boshlanadi. Mana A dan C gacha 180 gradus bo'ladi. Va buni davomini mana bu yerdan yozaman. Bu misolning davomi. Siz buni daftarga yozib olishingiz kerak. C teng 180 gradusga ayiramiz. Undan 28 gradusni teng 152 gradus bo'ladi. Demak, C ni javobi bu 152 gradus. A 28 gradus, B 78 gradus, C 152 gradus va bizning 97-betimiz ham tugadi. Endi navbatdagi betga o'tamiz. Bizda navbatdagi betimiz 98-bet va biz boshladik. Qo'lda bajariladigan mashq: guruh bo'lib ishlang. Ikkita tayoq olib, ularning o'rtasini mix bilan mahkamlang. Transporter bilan vertikal burchaklarni o'lchang. Tayoqlar burib, burchaklar o'lchamini o'zgartiring va hosil bo'lgan burchaklarni qaytadan o'lchang. Qanday o'zgarishni sezdingiz? Muhokama qiling. Manakay bu berilganlari va
A, B, C berilgan ekan. Ada A teng B o'rinlimi? C desa D-chi? U ham o'rinlimi deyilmoqda. Va bizning javobimiz shunday. Buni yozmayman, og'zaki aytaman. Siz videoni to'xtatib yoki yodingizda saqlab qolib daftaringizga yozib oling. Aytyapman. A'siga, mana bunisiga. A teng B o'rinlimi deyilganiga. Javob ha. A va B vertikal burchaklar bo'lgani uchun o'zaro teng. A va B. Endi C va D-chi? Ular ham vertikal burchak bo'lgani uchun o'zaro teng. Mana A va B bular vertikal burchaklardir va o'zaro teng. Bu C va D. Ular ham vertikal burchaklar bo'lgani uchun o'zaro teng. Endi B esa A plus C teng B plus D o'rinlimi? Va javob. Eslab qoling. Ha, bu burchaklar qo'shni burchaklar bo'lib, ularning yig'indisi 180 gradusga teng. Yana bir marta qaytarib o'taman. Ha, bu burchaklar qo'shni burchaklar bo'lib, ularning yig'indisi 180 gradusga teng. Bu B javobga yozib qo'yasiz. Endi C javobga aytyapman. A plus D teng B plus C o'rinlimi? Javob. Ha, bu ham to'g'ri. Chunki kesishgan to'g'ri chiziqlar hosil qilgan burchaklar doimo 180 gradusga teng bo'ladi. Qaytarib o'tiraman. Ha, bu ham to'g'ri. Chunki kesishgan to'g'ri chiziqlar hosil qilgan burchaklar doimo 180 gradusga teng bo'ladi. Va endi navbatdagisiga o'tamiz. Juftlikda ishlang. Sherigingiz bilan muhokama qiling. AOD va BOE kesishuvchi to'g'ri chiziqlari berilgan. A. Vertikal burchaklar juftligini aniqlang. B. EOF teng DOK. Bu burchaklar vertikalmi? Tushuntiring. A'siga aytaman. A'siga mana bu A'siga. Mana bu yerdan javob yozaman. Mana shu yerdan. Bu yozganlarim to'xtatib daftaringizga yozib oling. Bu A'ga javob. Mana bu A'ga vertikal burchaklar juftligini aniqlang deyilgan. Shu A'ga javob bu. Va yozib olgan bo'lsangiz, endi B'siga o'taman. EOF teng DOK. Bu burchaklar vertikalmi? Tushuntiring. Javob. Ha, bu burchaklar vertikal burchaklar. Chunki ular kesishgan chiziqlarning qarama-qarshi tomonidan joylashgan va doimo teng bo'ladi. Va yozib olishingiz uchun yana bir marotaba qaytarib o'taman. Ha, bu burchaklar vertikal burchaklar. Chunki ular kesishgan chiziqlarning qarama-qarshi tomonidan joylashgan va doimo teng bo'ladi. Gaplarimni to'xtatib yozib olasiz. Va biz 98-betni ham tugatdik. Endi navbatdagi betga o'tamiz. Navbatdagi betimiz bu 99-bet. Turmushda matematikani bajaramiz.
Dazmol taxtasiga qarab vertikal burchaklarni ayting. Uyingizdagi ya'ni qaysi jihozlarda vertikal burchaklarni ko'rish mumkin? Javob: vertikal burchaklarni quyidagi joylarda ko'rish mumkin. Eslab qoling yoki videoni to'xtatib yozib oling. Stol, stul oyoqlari kesishgan joyda va deraza panjaralarida hamda eski temir panjaralarda, dazmol taxtasi oyoqlarida. Rasmdagi kabi. Yana bir marta qaytarib o'taman. Javob: vertikal burchaklarni quyidagi joylarda ko'rish mumkin. Stol yoki stul oyoqlari kesishgan joylarda, deraza panjaralarida, eski temir panjaralarda va dazmol taxtasi oyoqlarida. Rasmdagi kabi. Keyingisi. Bajaring va o'rganing. Asa A, O, B va K, O, D to'g'ri chiziqlari qaysi burchak A, O, K burchakka teng? Javob: vertikal burchaklar o'zaro teng bo'ladi, shuningdek A, O, K va B, O, D ham. Yana bir marta qaytarib o'taman. Vertikal burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Daftaringizga yozib oling. Vertikal burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Shuning uchun A, O, K teng B, O, D ga. Buni ham yozib oling. Endi B'siga o'tamiz. E, O, F va G, O, H to'g'ri chiziqlari qaysi burchak G, O, F burchakka teng? Javob: vertikal burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Shuning uchun G, O, F teng E, O, H. Bu berilgan rasmda E, O, H bu 140 gradus. Demak, G, O, F ham bu 140 gradus. Va biz endi C'siga o'tamiz. M, N, O, P va Q to'g'ri chiziqlar. G va H larni toping. G va H larni toping. Mana bu G va bu H ni topishimiz kerak. Va bizda javob G va H qo'shni burchaklar bo'lib, ularning yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Daftaringizga videoni to'xtatib yozib oling. G va H qo'shni burchaklar bo'lib, ularning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Va men yana yozaman. G plus 92 gradus teng 180 gradus. G plus 92 gradus teng 180 gradus. G teng 180 gradus ayrimiz 92 gradus bu teng 88 gradus. H vertikal bo'lgani uchun H teng 46 gradusga va biz C'sini bajarib bo'ldik. Endi D'siga o'tamiz. G, H va K va to'g'ri chiziqlari D, E va F larni toping. Javob: E 68 gradus qo'shni burchaklar bo'lib, ularning yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Yana takrorlayman. E va 68 gradus qo'shni burchaklar bo'lib, ularning yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Va men yozdim. Yechish chiziqcha E plus 68 gradus teng 180 gradus, ya'ni chiziqcha C ya'ni E 180 gradus ayrimiz 68 gradus bu 112 gradus qoladi. D va E vertikal burchaklar bo'lib teng bo'ladi. Va davomini
Mana bu yon tomonni yozaman, chunki pastda joy qolmadi. Davomini aytganimdek bu tomondan yozdim. Chiziqcha D teng chiziqcha E teng 112 gradus. F va 68 gradus vertikal burchaklar bo'lgani uchun F teng 68 gradusga va biz 99-betni ham tugallab bo'ldik. Bugungi video darsligimiz tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Video sizga yoqqan bo'lsa, podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'ying. O'ylaymanki bu video darsligimiz sizga foydali bo'ldi. Xayr, sog' va salom.